Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim, salomatmisiz? Xayrli kun bo'lsin. Bugun mana 2026-yilni 13-yanvari xudo xolasa 13 bo'lishi kerak, 12-mikin. Voy, juda xotiram yaxshi bas hozir. Telefonga ham qaraganim yomon hozir. Koreyada mana bolalar uchun o'yingohlarda mana pastga yumshog'ini qilib qo'ygan. Shuni ataylar siz uchun oldim. Mana bog'chaga yaqin joydagi davonish maskanlar bolalar uchun tozalayapti. Sharoitlar chiroyli qilib qo'ygan. Mana yomg'ir yog'sa ham bizga mana o'tirishganda kattalar uchun ham, yosh bolalar uchun ham o'ynashda yiqilib tushsa ham tizzasi bilan tushsa yomon tushmasin deb o'ynaganda mana o'yingohlar oldida toshdan yasalgan hayvonlar, harabujilar, opoqlar tozalashyapti. Shirkalar sekin tozalanyapti. Shamol Koreyada ham juda qattiq sovuq. Mana men sizga olgan o'sha chiroyli daraxtlar yalang'och holatga kirgan. Hozir qishni sovuq, juda ham sovuq kunlar. Mana sizga olgan maktab hozir hamma darsdan, ko'chada odamni o'zi yo'q. Hamma ish bilan band. Mana zangori yonida o'tib olishim kerak.